bir tajriba o'tkazamiz. Birgalikda ushbu kalimalarni aytamiz. La ilaha illalloh. Allohumma salli va sallim va barik ala Muhammad. Astagfirullohal azim. Hozir har biringizning nomi a'molingizga 30 ta savob yozildi va Alloh uni o'zi xohlaganicha bir necha barobar ko'paytirishi mumkin. O'ylab ko'ringchi, hozir men qancha savob oldim? O'nlabmi? Minglabmi? Yo'q, inshaalloh 10 minglab savob oldim. Nimaga? Chunki men sizni dalolat qildim, yo'naltirdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim yaxshilikka dalolat qilsa, yo'naltirsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi deganlar. Imom Muslim rivoyati. Dalolat qiluvchi, chorlovchi shunday ulug' maqomda bo'ladiki, dalolat qiluvchining savobi dalolati tufayli ko'paygandan ko'payib boraveradi. Siz ham ushbu videoni yaqinlaringizga ulashib, savobingizni bir necha barobar ko'paytiring. Zero Alloh Qur'oni Karimda va eslating, albatta eslatish mu'minlarga manfaat berur. Zoriyat surasi 55-oyat.